hurmatli obunachilar, mana hammaga lazer funksiya deb gapirdim, videolar qilib chiqdim, ko'pchilik noto'g'ri tushunib qopti. Agar lazer funksiyani yoqsanglar, nabodo indamas 3 oyoqni olib qolsa, bu omadinglar, bo'lmasa pamix bo'lib yuraveradi. Shuni ahamiyat beringlar. Mana shuni hech kimga qilmasdan o'zimga shu proshipkani urib, hozir indamasga yurib ko'ramiz. Sergilikda betonkada tepaga qo'yilgan, xuddi o'sha 3 oyoq indamasi radaridan tepaga qo'yilgan. Qani ko'ramiz. Mana hozir men o'zimga o'sha lochinni yoqyapman, programma qilyapman. Undan tashqari sizlarga ko'rsatganimdek mana shu hamma radarlarni hozir video obzorini olaman. Qaysi biri ushlayapti? Sizlarga tavsiya qilamiz. Inshaalloh qaysi biri ushlaydi, qaysi biri ushlamaydi. Lekin men shunga hayron qolaman-da, mana shu Neoline sotadi-yu, to'g'rimi akalar? Shuncha radar sotganda hammada ishlab keladi-da, hammaniki zo'r ishlayapti-da, lekin bitta odam ma'qul yengil sotib oladi, yengillarni ochib ko'radimi, bir nimalar qiladi-da. Lekin o'shanda radarlar ishlamaydi. Hayronman nimaga ekan, bilmaysizlarmi?